Hozir sizlar bilan bir tugunli o'chirib yoqgich yoki одноклавишный включательni qanday ulanishini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Tasavvur qilamiz, bu o'sha masalan 70-80 sm balandlikda turibdi, chirog'imiz potolokda turibdi, shitimiz va korobkamiz yuqorida turibdi deb tasavvur qilamiz. Xo'p. Shitimizdan demak, qizil kabelimiz faza avtomatdan chiqib kelyapti. Ko'k kabelimiz 0 shinadan chiqib kelyapti. Demak, faza va 0 bor. Nima uchun faza va 0 kerak? Biz ko'pincha fazani включательga ulashimiz kerak. Sababi biz включательni har doim ham ochmasligimiz mumkin, lekin elektrik bo'lmagan odam ham baribir uyida o'z chirog'ini o'zi almashtiradi. Shuning uchun doim faza emas 0 chiroqqa borib tursa, bu ancha xavfsiz hisoblanadi. Demak, ulashni boshladik. Xo'p, uladik. Demak, faza va 0 kelyapti. Fazamiz включательga to'g'ridan to'g'ri kelyapti va включатель orqali bu fazamiz chiroqqa boryapti. 0 miz bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri chiroqqa ulanyapti. Xo'p, buni endi tekshirib ko'ramiz. Avtomatimizni ko'taramiz, uzoni ko'taramiz. Endi yoqib ko'ramiz. Ishladi.